Ertalab turganinglardan maqsadinglar ota-onamni rozi qilishim kerak. Ota-onam duo qilish kerak. Ota-onam mendan xursand bo'lish kerak degan shu niyat bilan kuninglarni boshlanglar. Chunki Allohning roziligi qayerda? Otamizni, onamizni roziligida. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Shunday bo'lgandan keyin azizlar, ibodatli yigitlar, eng katta maqsadingiz Allohni rozi qilaman desangiz, ota-onani rozi qiling. Hammanglar shu umid bilan yuribsizlar. Alloh mendan rozi bo'lsin deb. Allohning roziligi bilib qo'ying, ota-onani roziligida. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Va vassaynal insana bivalidayhi ihsana.